detskiy travma degan so'zlar chiqib ketdi. Haqiqatda voy. Yoshligimda qiynalganmiz. Atigi 8 sut hovlida yashardik. Bizani yoshligimizda nedetskiy tarbiya bilan o'tardi. Tushunasizmi? To'ppa-to'g'ri. Biz oyoqni shilib, mamtdan ozgina kiyimni yirtib kelsak, oyoq qonab yotibdi. Yengishimni nima qilding? Mana bir kun juda ham to'polon qilganman. Bor molxonada uxlaysan deganlar-da. Kalta yemaganimga shukr qilib, xursand bo'lib molxonada yotib olganman. Baribir onam uxlashimdan oldin chiqib kelganlar-da. Tar. Isqolini o'rningga ker deganlar-da. Baribir tushunasizmi? Da jazolashardi. Qattiq qo'liydi onalarimiz, otalarimiz, lekin baribir mehrini bildirib qo'yardi. Onam aytardilar, bor qo'yxonada uxlaysan deganlar haqiqatan ham. Bizda qo'yxona bo'lardi. Men ham xuddi sizga o'xshab turib, somonni yoyib, o'sha tayyorgarlik ko'rib, shu yerda uxlayotganman deganimda, onam mehribon, baribir yarim kechasi chiqib, ustimga qop yopib yana kirib ketardilar. Haqiqatda siz onangiz mehribonroq bo'lgan ekanlar.